Assalomu alaykum obunachilarim, sizlar bilan Qahramonov ko'plab ishlar bo'ldi. Mana men Sabitachan YouTube ham oldim. Eslaringizda bo'lsa akkaunt kuchaytiramiz deb qismlar olyapgan edim. Fitness channel legendarniy YouTube oldim mana. Mana bunday kim taniydi? Bu bilan birinchi o'yin 1.8dan keldi. Mana shunaqa gaplar jigarlar. Impressiyon olamiz. Mana olamiz. Davom ettiramiz bu narsa. Akkaunt kuchaytirishni. Fitness channel berib qo'yamiz. Bundan olday. Mana buni yutamiz. Tovushlarga e'tibor bermagan holatda qana ketdi. Gibi. Tepdi. Ma kayf qil. Rasvo qiling. Chichivalinka. Qani ibi Valerian yetolmagan billat yavanarlar o'zim o'yinchilarimda billat pas bersam oladi-ku. O'zimiz o'yinchilar kimda shunaqa holat degan billat yozib yuboring. Aniq hammalar bergan menimcha. Yetib ololmaydi ular. Kichik bilan emas. Mana shuda qana yetsin bular. Ustoz oyog'ingiz tuyaqmi deydi-ku. Baland tushirdik. Davay. Tepdi. Qo'yag'i bilan. Tepdi unang qo'yag'i. Uningni yaxshi ko'raman-da o'zim. Ustoz oyog'ingiz tuyaqmi deydi-ku. Ustoz oyog'ingiz tuyaqmi? Siviller teshinglar. Ustoz oyog'ingiz tuyaqmi deb. Qo'yag'ini yog'dan surtib qo'yinglar, kayf biladi sizlarga. Mana ham oldik buni. Ebla. O'zi assist qilib berish kerak ekan, qilib ham berib tutuyorsan deb ko'rinadi. Yaxshi bola. Endi biz bundan ochaveramiz. 1.7 ga. Shakallanga qo'yag'i. Makkalister. Billat qo'yag'lar. Apollo. Yichidan ibi. O'xshamaydi bu. Ana shuna kelivi. Bular Real Madridning o'yinchisi-ku. Lekin ololmaymiz. Mani qarim keladigan joy. Shu mingta coinga 4 dona agent nimacha olib oldik-da. Ana qo'yar yetadi bular nahi deb. Hay billahi, endi keladi 216 ga keldi endi. Qo'yag'i. Klanskichiga 2 kun qolibdi, lekin biz 10 millionga olmasak kerak. To'g'ri, ba'zilar yig'gandir. Bilan nexuya 3 donagini olib qo'ygan. Yo-mayo. To'g'riman, saloldaroq ishlatib qo'ydim mana bu ogamlarni. Mana shu Sabitadan ogamni ishlatib qo'ydim. Nechio. Hozir 4 ta kamoncha qani katta nasib bo'lsa. Mana Lionel Messi akchasi kuchaydi uni. Tezlanishchasi yaxshi. Bizda 3 ta qolyapti. Kylian Mbappe'ning speed darajasi kuchayapti. Bitta tezlanishiga tushsa bo'lmaganmi? Ahuyet. Pedri stamina darajasi kuchayapti. Yaxshi. Va bizning oxirgi kamonchamiz Bruno Fernandes.
Ana qaysi? Siter nixuya kerakmas diye billet. Staminasiga tushsa o'ylashdim billet yabana uradi. Nixuya deb. Shuni biz olamiz. Va yana kuchaytirib yoramiz. Videomiz qancha cho'zilmasa, bizga shuncha yaxshi. Biz semifinalda ham o'tamiz. Finalga chiqishga oz qolganmiz. Hozir короче ibla. Biz 0%, ular 100% o'ynayapti. Sizlarga bu qiziq emas. Videoni to'xtatib qo'yaman, keyin YouTube e'londan keyin sizlarga qo'yib beraman, ko'rasizlar. Mana do'stlar, o'yinni ham tugatib oldim. 11-0 tariqasida. Mana endi ko'ramiz. Hech kim yo'q, Rodri ketdi. Jahon chempion bo'ldi. Menimcha Rodri Mustafa yangilanishda 85 bo'lishi mumkin. Yana bilmayman. Men shunaqa deb o'ylayman. Kim nima deb o'ylasa kommentga yozib ketsin. Nasib bo'lsa o'ynayveramiz. Bittasi finalda, bittasi semifinal bo'ladi. 750 tane ham olamiz. Boriga 2000 ta olgan. Onu olamiz. Trempoinsalarni Mustafa Rakinmada saqlab o'tiribman. Bo'lmasa qachonlar ishlatib o'rgan bo'lasdim. Va biz ketdik yana. Sizlarga baribir qiziq emas, o'ynasin. Короче, olmosdan olib va Donnarumma full qilishga qo'yaman sizlarga. Mana finalchaga chiqib 8 ta olmoschani ham olib oldik. Mana endi qolgan olmosdan hammasini olib keyin sizlarga video qilsam bo'ladi. Donnarummani menimcha full qilib bilamiz. Mana shunaqa gaplar hozircha. Videoni to'xtatib turishimga to'g'ri keladi. Sizlarga va tomosha qilganlaringizdan zerikasizlar. Mana shunaqa gaplar. Mana videomizni ham boshlab olsak bo'ladi. Mana ikkita fitnesscha olib olganman. Van Dijkning speed darajasi 90 bo'ldi. Xo'p, yaxshi. Antoni Siter nixuya kerakmas edi. Speediga tush, tezlanishiga tush, hech bo'lmasa bitta 100 chuqur bo'laydik. Mana bu Donnarummamiz full qilishimiz kerak. Donnarummani qanday full qilishimiz kerak? Buni reaksiyasi kerak bunga ko'proq. Ko'ryapsizlar, Kurtuani full bo'lganiga 93 reaksiyasi, menga esa ko'proq reaksiyasi 95 atrof bo'lsa ham roziman, chunki vaqt ishlayolmayapman. Bardan o'zimda ham bor avvalgi akkauntimda 90 to'ladi. Ko'rgan bo'lsangizlar, mana shuni men yo'qotmoqchiman. Bilan nixuya kerakmas edi bilan. Reaksiya qani reaksiya? Молодцы, красавчик. Reaksiya молодцы, красавчик. Mana shu reaksiyani biz ichib yurgan dinlash qaytaq kerakmi? Sen bana canlı ushlashing. Haunangizga sishdi tam rasvoy radda qildi. Baharom Donnarumma ham sishtana. Kallanga kaysan qaytaqmi biladi. Ne reaksiyaga tushsa o'ylaydi, tamom ha? O'ylaydingmi reaksiyaga tushsa? Uni angin bil. O'zi yana bitta kuchaytirib olamiz bu Donnarummani. Pauza qilib turib. Mana endi Donnarummani full qilsam bo'ladi. Biz shuncha sishdi rasvo qildi, zakonni ham so'kindim. Mag'lubiyat biladi. Mana endi bitta reaksiyasiga bersin, baribir ham reaksiyasi 95 bo'lmaydi. Bu harom headlinging
ushlaydigan darajasi bor. Nima bilay tushganman. Reaksiyasi kerak edi ko'proq. Anangimgilay. Sishdi. Qilib. Vash kerak emas edi. Lan nixuya. Rasvoylardi böyle. Kurtlar. Nixuya. Kurtlar sotu bulamam. Olmasaydı geliyorum. Tekçe 83 bile. Anasılardan ulalıgan videom shulardan iborat edi. Sog'lig'inglar, salomat bo'linglar.